13. bab Zafarnomadan ilingan naql. Hazreti Sahib Qiron bilan Amir Husayn maslahatlashib, Qobilshoh o'g'lonni xalliqqa o'ltirg'izganligi. Mavara'u Nahr va Turkiston o'lkalari tamom qarashliq joylar bilan Jata qavmining istilosidan qutulgandan keyin yuqori darajalik amirlar, noyallar biri-birsining hukm va buyruqlarga itoat qilishmaydi. Sababi har qaysi cho'ng qabilalarning sarkardalari o'z tavalligi va xodimlarining ko'pligi bilan mag'rurlanadi. Shunga ko'pinchisi bir kishining itoatiga unamaydi, buyrug'iga bo'ysunmaydi. Tangrining odati shundoq bo'lib kelayotganki, har qanday bir jamoaning birligi, ittifoqi bo'lmasa va Tangri u jamoani muhofazat qilmasa, tezli chirib tugaydi. Hamma aholilari amir farmonlarini ijro qilishni vojib deb biladigan va uning amir farmonlaridan hech qanday bir sabab bilan bosh tortishni ravo ko'rmaydigan bir hukmdori bo'lmagan mamlakatning ahvoli cho'qim qalaymaqonchilik ichida qoladi. Nazm. Başı yo'q tan maslakidur beayni shaxsiz olam, tanikim bo'lmasa başı irur ul haki vaqtin kam. Muşu sebepten Amir Husayn ve Hazreti Sahib Qiron o'zaro maslahat qilishib, Chag'atay xonning naslidan bir kishini xon qilishga qaror qilishdi. Bu vazifani o'rinlash uchun Hijriya 765-yili. Hijriya 765-yili milodiya 1363-yilidan 1364-yillargacha to'g'ri keladi. Muharrirdan. Hamma amir va sarkarlarni yig'ib qurultay chaqirdi. Bu qurultayda davlatning manfaatlari va mamlakatni idora qilishni yo'lga qo'yish choralari ustida maslahatlashdi. Ham zamon hodislaridan qo'rqib, fikrliq masliki qal'asida darvishlik to'ni ichida yashayotgan Qobilshoh o'g'lan Ibn Durji ibn al-Jakadi ibn Duvaxonni o'tindan chiqarib, u baxit saodatlik qomitiga xalliq to'n bilan zinnat berishga qaror qilishdi. Bu vazifaning o'rindalishi uchun nazm. Tuza turdilar jashin yozib soz, ki vasfin desa qissa bo'lg'ay daras. Tizib ni'matu ham sochib simuzar, jahon sahniga berdilar zibufar. Shunda qilib ittifoqlashib Qobilshoh o'g'lanni saltanat taxtida o'ltirg'izishdi va turk sultonlarining rasmiy qoidasi bo'yicha xalliq martabasiga hurmat yuzasidan uningga jam tutdi. Bu jumlaning mazmuni farscha nusxaga asosan ilindi. Mi sirfrazan ukridin kishan, bek bar ne baru zanurdin. Qamoqdagi Amir Haydar Anduxanduni Zinda Chashim. Xanzucha nashri Zinda Hashim, Zinda Hashim deb e'longan Muharrirdan ga topshirib berdi va shu kechasi uning ishini bir taraf qilib, vujudining taxtini hayot hukmdoridan bo'shatdi. Kishi o'z haddidan qo'ysa qadam tosh, ketur oxir uningdan bir kun bosh. Cho'ng tirnoq ichiga ilingan so'zlar Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yo'q. Lekin farscha nusxasida va Molla Muhammad Sodiq Qashqariyning tarjimasida bo'lganlikdan tirnoq ichiga ilib kirgizib qo'yildi. Bu o'lkalar qadimdan tortib Hazreti Sahib Qironning oliy nishonliq sulolasiga qarashli edi. Uning shohona qimmati g'erib bechoralarni yo'lashni taqozo qiladi. Shu sababdan Amir Husaynga to'y berdi. Hazreti Sahib Qironning amirlari shundoq bir oliy tabrik yig'ini uyushtirdiki, nag'michi Zuhra Venera yulduzini ko'rsatdi. U tabrik yig'inini ko'rish bilan hayronlik sozini chelib, o'zining hayron qolganligini bildirdi. Nazm. Turfa bazmiki irur lutfu gulshani inam. Xizr agar ko'rsa qilur orzuyi jur'ai jam. Ni'mat amaduvu asbabi tanaum vafir meclisi xas irur daği taraf xai am. Nağme-i sazi saadet ferah efsa bukün çünkü gerdiş irur sağari inam mudam. Lütuf egisi Hazreti Sahib Qiron tarjimandan
mu təbrik yığındakilərinin hər qaysıға öz dərəcəsiga qarab inamlar berdi və Əmir Hüseyinге layiq keldigan hədiyələrni təqdim qildi. Nazim qilib peşkeşlər bəsi təbii xaq, kəmər hayi zər tığu əsbu kula. Əmir Həmidinin Həzreti Sahib Qiran bilan qədimdən dostluğu бар edi. Şuna ata-bovularning dostluğu balalarning tuqqanchiligidir degan maqolning mazmuniga asosan Hazreti Sahib Qiran shu majlisda aql ayniki, ulg'aygan yeshiga muvofiq turli tajribalar bilan julolangan ve muhim hem müşkül işlerde hemmeyle onunla müracaat kıldıgan Emir Olcaytu Ebradi. Ebradi sözü Molla Muhammed Niyaz'nın tercümesi yok. Parisçe nüsxəsidəki Abradi'ye asasen elindi. Bilen Emir Hamid ve İskender oğlanını koyup beriş toğrusida məsləhət qilishib, Emir Hüseyin'den ularını koyup berişini ötünüşdü. Gerçi Emir Hüseyin'nin rayı Nazim. Töste düşmen ilkine ömrü ayağın kılqalem, yoksa ahir tişligündür sen nadamet ilkini. Diyen nazmının məzmunundakidek bolsumu, lekin Hazreti Sahib Qiranның yüz xatirisi üçün o iltimasının qo'lini ko'ksiga qo'yib qabul qildi va ularni butunlay qo'yib berishga ruxsat qildi. Lekin har bir vaqtning hukmi bo'ladi. Qur'on Karim 13. sura Ra'id 38. oyat. Degandek bu choralarning foydasi bo'lmadi. Emir Hüseyin özünün qadimiy yurti bo'lgan Salih sarayga yo'lga chiqishi bilan Hazreti Sahib Qiran Emir Davud ham Emir Sayfiddinni, Emir Hamidini qamoqdan chiqarib izzat hurmat bilan elib kelinglar deb avatdi. Emir Hamid Bayazid va Amin otliq ikki kishining qo'lida edi. Bular berishi bilan ular yiroqdan ko'rib, ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Qur'on Karim 49. sura Hujarat 12. oyat. Degan oyatdagidek bular Emir Hamidini o'ltirgili kelyapti. Biz ulardan burun o'ltirib etayli deb bir gurza urib, biri bir qilich silib Emir Hamidini shehid qildi. Tangrining qazosini qaytarg'ili va hukmiga e'tiroz bildirgili bo'lmaydi. Cho'ng tirnoq ichiga elingan so'zlar Parischa nusxadan elindi. Nazim qaza kishiga ki bermas bo'libdir abi hayot, natija bergusi jami Xizr Xumar Mamat. Emir Hüseyin bu vaqani anglash bilan bu kichik nökarlarning ishi, lekin cho'nglarnikidan yaxshi bo'ldi dedi. Hem derhal Adem əvətib İskender oğlanını aldırıp gelip yoxluq Şəhristanıga əvətdi, öldürgüzdi Mısır'a. Qaza ötdi, dəfiğə yoxdur sipər. O qışlıqı Emir Hüseyin bilen Hazreti Sahib Qiran hər biri öz qarargahlarda dəm elişdi. Barlıq nimet ve pəzlət egisi bolğan Tanrıga həmdu sanallar bolsun ki, işlərinin əhvali və ketib berişi ularının arzu isteklerine uygun idi. Arzu istek qədikləri dostluq və bəxit saadət badəsi bilen tolğan idi. 14. bab Lay uruşi və onun əhvali. Sizlər birər nərsini yoxturmaslıqınlar mümkün, amma o sizlər üçün paydalıqdır. Qur'on Karim 2. sura Baqara 216. oyat. Degan oyatning mazmuni bo'yicha gul bilan purkangan chimanzordan kelgan bishorat salkini qiyin ahvolda va g'amda qolganlarning jon dimiga Tangrining kuchlik hikmatining ba'zida maqsad va talab kelillarini qiyinchilik kiyimlari ichida jilvlandiradiganligidan va ne'mat ihsonlarni azob uqubat ham qiyinchiliklardan keyin ata qildiganligidan derak berdim. Köplеген dövlətlər bolğan ki, ularning meydanga kelishga baloyi ofatlar sabab bolğan. Shuningdek bir muncha jamiyalar bolğan ki, ularning mavjud bo'lib turishiga parishonlik va muvaffaqiyatsizliklar sabab bolğan. Nazm Basa rahnaki asli Mekkimidir. Basa g'amkim nishoni Xuramidir. Basa fizlaki yo'q bandi padehdi, chu ko'rsang Kufil emas uldur kelidi. Bu hükümler to'g'ri keldigan misollardan biri Hazreti Sahib Qiranning ahvolidir.
Chunki u sahib qiran o'z davlati qarorgohida baxt saodatlik turmushda orom ilayotgan edi. Qish oxirlashay deb qolgan edi. Bahar qahramoni o'zining qizil ranglik bayrog'ini ko'tarib, o'simliklarning yeshil kiyingan qo'shinlarini bog' bo'stonlarda sap-sap qilib turg'izmoqda edi. Nazm. Tardiban leşker sipah leşker ki etti juyu bar. Eyledi sudun zihri kıldı sınıyanın tinzu xar. Cete leşkerleri yeni bu tarafga kelib etibdi, deb xabar keldi. Hazirda sahib qiran g'ayrat bilan qo'shinlarni to'plamoqqa harakat qildi va Amir Husaynga odam avatib bu xabarni yetkazdi. Amir Husayn Pulat Buğa. Bu söz Molla Muhammed Niyazning tarjimasida Budg'a deb aylangan. Va Muhammad Xoja Abiridaning o'g'li Zinda Chashim va Malik Bahodirlarning tezlikda askarlar bilan oldin minib, Hazrati Sahib Qiron bilan uchrashishni amr qildi. Ular berib Hazrati Sahib Qironga qo'shilish bilan shundoq bir qo'shin shakllandiki, u hujum vaqtida go'yoki palakdek hayvatlik, yurishda bajoyaki yulduzlardek edi. Ular birlikda dushmanga qarab minishdi. Oqar degan joyga yetib berib, ot uloqlarini dam oldirish uchun u yerda bir necha kun to'xtadi. Ondan ko'chib yurib Sayhun daryosi. Sayhun daryosi hozirgi Sir daryosi. O'ttiri Tangri tog'dan boshlanib, Noran daryosi bilan Qora daryoning Farg'ona o'ymonligining sharqida qo'shilib, Orol dengiziga quyiladi. Muharrirdan o'tib u yerga tushdi. Amir Husayn mo nurg'un askarlarni to'plab, ularning orqasidan oldirab minib, Sayhun daryosining qirg'og'iga yetib keldi. Ammo u tarafdan mo dushman askarlarining oldi yetib kelgan edi. Hazrati Sahib Qiron Chinoz hozirgi O'zbekistonning Toshkent oblasti tavasida, Muharrirdan va Toshkent so'zi Molla Muhammad Niyazning tarjimasi yo'q. Parischa nusxasida bu so'zning o'rni oq qoldirilgan. Tuzlikida, daryo levida lashkargoh qurdi. Lashkarlarga turgan joyinglarni harbiy tuzum bo'yicha mustahkam qilinglar, ehtiyot shartlarini o'rindanglar deb buyruq qildi. Amir Husayn mo butun lashkarlari bilan Sayhun daryosini o'tib o'zi belgilagan joyga tushdi. U tarafdan dushman lashkarlari Kandi Bodam suyining qirg'og'iga kelib tushdi. Amir Husayn bilan Sahib Qiron u tarafdan yo'lga chiqdi. Ular bir-birlarining qorovullarini ko'rish bilan askarlarni tartibga solishga kirishdi va urush sepini tuzashdi. Amir Husayn o'zining shavkatlik tug'ini Ayyuq Kapilla yulduzi qa ko'tardi. Sapning oldida Tilanchi Arlat, Hiravul O'ljaytu Abardi, Shir Bakram turdi. Ulardan boshqa Palat Buğa, Farhod Abardi, Malik Bahodir va bir necha dongli bahodirlar turishdi. Dunyoning jini bo'lgan Hazrati Sahib Qiron xuddi yurakdek so'l tarafda g'albining nishoni bo'lgan tug'ini 3-palakka ko'targan edi. Ularning oldida Amir Sarbuğa Qipchoq qavmi bilan turishga belgilandi. Qorovulga Timur Xoja o'g'lan belgilandi. Amir Chaku, Amir Sayfiddin va Amir Murad Barlas, Abbas Bahodir boshliq bir qancha bahodir va qilichbozlarni so'l qo'lda turg'izdi. Mushu tartib bilan tuzilgan qo'shindan intiqom ilish va qahramonlik ko'rsatishni xohlagan nurg'un qismlarni olg'a mangdirdi. Ammo Hunayn kunida urushida soninglarning ko'pligi sizlarga qilchi asqatmadi. Qur'on Karim 9-sura Tavba 25-oyat degan oyatda bayon qilinganidek Tangrining ajoyib jazosidan qutulib qolganlar bo'lmadi. Chunki Kaba Matan urushida Jata qo'shinlari bu tarafning qo'shinlaridan nechasi to'liq bo'lsa-mu, mag'lubiyat Jata lashkarlariga yuzlangan edi. Bu navbat bu tarafning lashkarlari Jata lashkarlaridan to'la edi. Lekin Jata lashkarlari hiyla qilishga kirishdi. Ya'ni ular Tangri yaratgan ajoyib bir mo'jiza yoda toshqa murojaat qilib chora izlashdi. Nazm. Yo'q irdi adu hayladi tabijang. Tilab chora afsun ila oldi sang. Yoda tosh ila mardan
Əfsun iniha, cihan içire pur qildi baranu bat. Bulut gürkirep bad eylep qınğan, pur oldi savaqiqa ruyi jahan. Quyosh javza. Kona astronomiyaga asosan osmondagi 12 burjining biri. Shamsiya kalendari hisobida yoz fasli oylarining 3-si 22 maydan 2-iyungacha to'g'ri keladi. Burjida edi. Bulutning qora zehrli qo'shini birdalla Nazim. Markabi bad ulub Süleyman var, raidi g'ururan barqi ateş bar. Taqdirning pistirmisidan chiqib havoda ko'rindi de guldur qora sadosini ko'k gumbiziga yetkazdi, ham guldur mama yosidan chaqmoq o'qlarini har tarafga etishga boshladi. Yomg'ir o'qlari olamni bir oldi. U kunlarda zamonda yangi fitna fasodlar paydo bo'lgan edi. Shu sababdan shuningga yarasha bulut ko'zdan shundoq yosh to'kildiki, natijada zo'r to'fon barliqqa keldi. Nazim. To'fon bu yerda bo'ldi. Hüveyda megerki ebir. Öldüm işti Nuh duası sadasını. Şunçilik hölçilik boldu ki, goya yer zemin su içinde biliqdek leylep qalğandek boldu. Uruş meydanındaki at ulaqlar layığı şunçilik petip ketdi ki, ularning qo'rsaqlari yer yüzüge yepişip qaldı. Hölçilikning ta'siri bilan ya kirichi yumshab ketib titraydigan ve palash kasalga duchor bo'lgandek laqvalishib to'lg'indigan bo'lib qoldi. Ya o'qining qanotlari to'kildi va o'qning tumshuqimi qardan chiqdi. Hölçilikning qattiq bo'lganligidan egin, oyoq va boshqa ashyolar shunchalik og'ir bo'ldiki, mayli otliq, mayli piyoda harakat qila olmay qoldi. Ahvol mushundaq bo'lsa-mu, bu tarafning askarlari sonining ko'pligi va yuksak qahramonligidan oldiga ma'atdi. Düşman askarlari o'zlari turgan joyidan bir qadam ilgarilamay, boshlarga kigiz yepiq imkoniyatning barcha kiyim-kechak va qurollarni yomg'irdan saqlaydi. Bu tarafning askarlari ularga yaqin kelishi bilan düşman askarlari boshlaridan kigizlarini elib tashlab, osonlik bilan otlanib urushga kirishdi. Nazim. Dey karnayu sipah na arasa. Yeru ko'kka yetkizdi sho'rish basi. Bu sho'rish bilakim dami zemharrur sipah narasi irdi barani tir. Yeterdi idi navaki dida duz nefis ten meharisida sinasuz. Hazreti Sayyid Qiran Tanrı'nın yardımga tayinib sol qo'ldan hujum qilib, düşmanning Amir Hamidining qerindishi Shankun Moyan boshchilik qilayotgan sol qo'lga zarba berdi. İlyas Hajaxon bu ahvolni ko'rib qechishga boshlagan edi. Lekin zamon rostchiligidan yuz o'ridi. Düşmanning Shiravul va Hojakbeklar boshchilik qilayotgan sol qo'l qismlari bu tarafning o'ng qo'l qismlariga g'olib keldi va tilanchi bilan zinda chashmalarni qo'g'lab Amir Husayn turishliq joygacha yetib keldi. Amir Husaynning qismlari chechilib qochqila boshladi. Ammo Shirbekram va Po'lat buga bardoshlik berib, ching turib mardonlik ko'rsatdi. Hojibek bu tarafning o'ng qo'l qismlarini oldiga silib qo'g'ladi. Farhad va Amir Bektemur bu holni ko'rib tanq etib qoldi. Ammo u tarafdan Amir Shamsiddinmi bir to'p askar bilan qahramonlik qo'lini g'ayrat yangidan chiqarib mardonlik ko'rsatdi. Hazreti Sayyid Qiranning g'azab o'ti o'rladi va qudratli zafar qo'shquchi qo'li bilan Nazim. Ki Shamshirdan o't chiqardi javob, qilib xiru ul chashmai aftob. Takavur sürüp misli g'uranda shir tömürdün kulaq ejdahoyi bezir. 17 ming kishilik qo'shinni boshlab ularning ustiga ot soldi va hujum shamili bilan ularning barqarorlik xonimiga qo'rqinish o'tini yoqdi. Amir Shamsiddin Hazreti Sayyid Qiranning g'azabga kelganligidan qo'rqib, iqtidor tizginni urush maydonidan yondirib, umidsizlanib noiloj qochishga majbur bo'ldi. Nazim. Hamlasin her kişiye bilse yakın, payu desti anın gumanda erur. Hazreti Sayyid Qiranning medet qilishi bilan Amir Husaynning g'ayrati açtı ve çechilib ketgan qo'shinlarni yig'ib sap tuzib turdi. Nazim. Bulup yar iqbali Shahi Cihan.
Sipakning taniga yana kirdi jon. Hazrati Sayibqiron o'z nökərləridən Taban Bahadır. Molla Muhammed Niyazning tərcümasida bu Bahadirning ismi keyin ma'lum bo'ladi. Bu joyda bir Bahadir deyilgan. Əmir Hüseynning yenidiga avatdi va ishning yaxshisi shuki, Əmir ilgirlisin, billa hujum qilib dushmanning shavkitini bitjit qilayli. Hozir ularning qarshilik qilg'idek va hujum qilg'idek kuchi yo'q deb aytib berdi. Ammo Hazrati Sayibqiron munda g'ayratga kelgani bilan Əmir Hüseynning baxt yulduzi orqasiga qaytishga boshlaganligi ko'rinib turadi. Uning baxt quyoshi zavolliqqa yuz tutgan edi. Bir qavm o'z ahvolini o'zgartmasa, Tangri ularning ahvolini o'zgartmaydi. Qur'on Karim 13-sura Ra'id 11-oyat. degan oyatda deyilganidek, bu kunlarda Əmir Hüseynning tabiati burunqidan o'zgarib qolgan edi. Uning axloqi buzilib, yomon ishlarni qildigan bo'lib qolgan edi. Taban Bahadir Əmir Hüseynning yeniga kelib, Hazrati Sayibqironning so'zlarini yetkazdi. Lekin Əmir Hüseyn uni qabul qilmadi va og'zini buzib tillab uningga dashnom berdi. Onundan keyin Hazrati Sayibqiron ikkinchi qitim Malik bilan Əmir Hüseynning bahodirlaridan Hamidni avatdi va Əmirga aytqin, fursat qo'ldan ketib qolmasin, kechikmay tezlikda ilgirlasin deb aytdi. Əmir Hüseyn bu so'zlarni quloqqa olmay Malik bilan Hamidga dashnom berdi va ularga tahdid qilib, "Meni ilgari mangsun deysizlar, men qochdimmi? Agar sizlar g'olib bo'lsanglar, qani urushga kiringlar. Düşman qo'ldan bir kishi jinini qutuldira oladi deb o'ylamsizlar", dedi. Malik va Hamid Əmir Hüseyndan azar yeb qaytdi va Hazrati Sayibqironning yeniga kelib, uning shohona tizginiga eslib turib, "Bu urushda amdi tirishchilik ko'rsatgili bo'lmaydi, amdi kuchab ketmayli", dedi. Hazrati Sayibqiron ularning so'zini rad qilmadi. Ortiq kuchashdan qo'lini tortdi. İki tarafning sol qo'l qismlari o'z qarshisidagilarni qo'g'lab zarba berib, biri ikkinchisining yerini egallab, o'zlari egillagan yerga joylashgan edi. Nazm. Topib jumla asoyish ul bobdin, tong atquncha tabranmadi joydan. Shu kechisi. Bu so'zlar Molla Muhammed Niyazning tarjimasida yo'q. Farscha nusxasiga asosan qo'shib qo'yildi. Əmir Hüseyn Hazreti Sayibqironning kelishini talab qilib, necha qitim kishi avatdi. Lekin Hazreti Sayibqiron qabul qilmadi. Nazm. Chu tang bo'ldi bu turki sulton shukuh, ki daryoyi chindan qilib kuh. Molla Muhammed Niyazning tarjimasida bir so'z tushib qolgan. Farscha nusxasini elib qo'shib qo'yildi. Tilab bir-biridan ikki jashin xun, alam tiktilari go'yiya besutun. Dami nay chiqqachki chun rustaxiz, sinan marik asudaga dedi xiz. Qaza bo'ldi o'q boshiga ham inon, nahanki bala ochdi ol damdahan. İki tarafning tajribalik botirlari bir-biriga qarshi o'tirg'i chiqishdi. Cho'ng urush bo'ldi. Jetta lashkarlari zarba yeb orqasiga qochdi. Bu tarafning lashkarlari Qashqarlarning orqasidan xuddi ularning jinidek qo'g'lab mangdi. Zamonaning ishi bir qilibda mangmagan edi. Bu chaqda Əmir Shamsiddin ulardan ayrilib qolgan edi. Uning tug'i qolgan bir muncha askarlar bilan paydo bo'ldi va bu tarafning lashkarlari Qashqarlarni qo'g'lab mengishdan tizginni tortib, Əmir Shamsiddinning mazkur askarlarga hujum qildi. Onundan keyin zarba yeb qechib ketayotgan askarlar yana yig'ilib, biroqla hujum qo'ydi. Yer zamin larsiga keldi. Nazm. Takavvurni har saridan surdilar, ki bir-biriga shamshiri kin urdilar. Dubilg'a hamda o'qdan o'ldi zehri, dilu diyi dadu bo'ldi tezu kirih. Odatiy turaqsiz bo'lgan zamon baxit saodat bilan ko'tarilgan tug'ni ofat bilan yerga tushirdi. Bu tarafning qo'shini g'olib bo'lgan edi, lekin mag'lubiyatga uchrab qechishga yuzlandi. Nazm. Chu ko'rsatsa rohat saroyi sanich, xush o'li olmaki yetkizgay ul lavsa ranich. Bu qalaymaqonchilik
Təpriqçilikdə nurgun adam layg'ib etib qaldı. Mag'lubiyatga yuz tutgan düşmanlarga qaytadan kuch kirib, intiqom qilichini xohlagancha ishqa selishdi. Urush maydonida 10 ming kishi jonlaridan ayrildi. Tangrining amri azaldilla bekib ketgan hukmdir. Qur'on Karim 33. sura Azhab 38. oyat. Bu vaqa Hijriya 766 yili. Hijriya 766 yili, miladiya 1365 yilga to'g'ri keladi. Muharrirdan. Ramazon oyining 5-ida yuz bergan edi. Taxminan Aqrab burjida ko'rinadigan qironati musallasa. Qironati musallasa tutash 3 yulduz. Din munajjimlar qironi mutafariqa, chechilib ketgan tutash yulduz deb ataydigan 8-tutash yulduz yaqinda ko'ringan edi. Men bu qissani tamomlamoq maqsadida yozdim. Hadislarni falakning vaziyatiga asoslantirish maqsadida emas. Chunki mavjudlikqa Tangridan boshqa ta'sir qilg'uchi yo'qdir. Cho'ng tirnoq ichiga ilingan so'zlar Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yo'q. Farscha nusxasiga asosan ilindi. Amirlar u yerdan ko'chib kelishga keldi. Ularning hammasi uyini va o'z elini Ceyhun daryosidan o'tkazmoqchi bo'lishdi. Amir Husayn Hazrati Saib Qironga uyini va elni Ceyhun daryosidan o'tkazish aqlga muvofiq dedi. Hazrati Saib Qiron ular daryodan o'tmoqchi bo'lib ketishdi. Ammo mening viloyatni jabr zulm tortib, butunlay oyoq osti bo'lishga tashlab berishga g'ayratim yo'l qo'ymaydi. Yana bir qitim qo'shin to'plab dushmanga qarshi turmoqchiman deb javob berdi. Amir Husayn u yerdan Salih saroyiga qarab mangdi. Salih saroyiga yetib bormay o'zining butun el tavobetini ko'chirib daryodan o'tkazdi va egiz past do'ngliklardan o'tib Shibartu degan yerga joylashdi. Jadda lashkarlarning kelib qolganligidan xabar yetkazsa, Hindistonga o'tib ketishni ko'zlab qarovullarni qo'ydi. Amir Husayn kashdan mengib ketgandan keyin Hazrati Saib Qiron bor kuchi bilan askar to'plashga kirishdi va yaxshi tadbirlarni qo'llanish orqasida 12 qo'shin askar yig'di. Ulardan 7 qo'shinni Timur Xoja o'g'lan. Bu so'z Molla Muhammad Niyozning tarjimasida Timurxon yozilgan. Farscha nusxasiga asosan oldik. Javurchi va Abbos Bahodirning yetakchiligiga berib oldin Samarqandga yo'lga soldi. U yerda Javurchi sharob xo'rliqqa berilib ketdi. Sharobning xususiyati haqida mundaq bir arabcha beyt bor. Sharob shamolga o'xshaydi. U atirning yenidan o'ssa xush puroq bo'ladi. Agar chirindining yenidan o'ssa sesiq puroq oladi. Deyilganidek, uning ko'ngliga yenib turgan yomon niyatlik o't uning og'zidan lovuldashga boshladi. Cho'ng tirnoq ichiga ilingan bu so'zlar Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yo'q. Farscha nusxasiga asosan ilindi. U Davud Xoja bilan Hindi shohni paloni kishi, ya'ni Hazrati Saib Qiron sizlarni tutib Amir Husaynga avatib bermoqchi, Amir Husayn sizlarni tahrir qilmay o'ltirib yetadi deb qo'rqitdi. Shuning bilan ular bek qo'rqidan qochib dushman tarafga o'tib ketdi. Ular ko'kinak. Bu so'z ruscha tarjimasida ko'lang, xanzucha nashrida ko'kung deb ilingan muharrirdan degan yerga yetib berishi bilan Jadda lashkarlardan ulug' To'xtimur Shirvovulning o'g'li Kapak Timur va Hojim Bagning o'g'li Ingir Chaqlar boshlagan oldingi qismlari bilan qo'shildi va ularga yo'l boshlab Timur Xoja o'g'lan Javurchi va Abbos Bahodirning ustiga kelib hujum qilib, ularni mag'lubiyatga uchratdi. Bu uchaylarning askarlari parishon bo'lib chechilib ketdi. Hazrati Saib Qiron bu vaqadan xabardor bo'ldi va davlatning ishida texi bir tahrir qilish jarayonining borligini va ortiq kuchab ketishning foydasi yo'qligini bildi. Inson o'zining ahvolini yaxshilashga tirishadi. Zamonning yordami va o'ngishliq bo'lishini saqlab turish insonning vazifasi emas. Hazrati Saib Qiron Amul daryosiga bir kechak muharrirdan. Kechagidan o'tib Balix
Balik hozirgi Afg'onistondagi Mazar Sharifning g'arbiga taxminan 20 kilometr kelgan joyda. Muharrirdan ni qarorgoh qildi ham o'zining tumanini chechilib ketgan elini tamoman yig'di. Kepaxon va tuman bug'ay. Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida Aykinji deb xato yozilgan. Soldurning tumanlarini to'platdi. Bir qism askarlarni daryo levini saqlashga qo'ydi. Ularning sagak va hushyor turib cho'ng yoki kichik hodislarni xabar ilib turishini chekiladi. Timur Xoja o'g'lonni qilgan gunohi uchun o'limga hukm qildi. O'zi davlat va hukmdorlik quyoshning chiqishini saqlab, xo'shal-xurum turmushda yashadi. Nazm. G'animatdir bu pani dahir ara, ey Xoja bu fursat. Agar bir lahza ham bo'lsa, miyassar ayligil ishrat. 15. bob. Jata lashkarlarining Samarqandga hujum qilishi. Jata lashkarlari Samarqandga keldi. U chaqda Samarqandning sepili yo'q edi. Mevlana Zada Samarqandi, Mevlana Xurdak Buxoriy va Abu Nasr Quluy Nadaf shahar xalqini harakatlantirib, shaharni va shahar ko'chalarini saqlashga kirishdi. Bir muddat qahramon bir podshoning qo'l ostida bo'lmagan bu xalq shundoq bir makkor va xatarlik zo'r qo'shinga qarshi mudofaada shundoq bardoshlik ko'rsatdiki, dushmanlarning tajovuzchilik qo'li shahar aholisining mol ashyolariga yaqin yo'l olmay qoldi. Xaloyiq uzun muddat muhojira ichida qilib to'li tanglik tortdi. Shu chaqda ojizlarning yordamchisi bo'lgan Tangri ularga yor yo'lak bo'ldi. Albatta har bir mushkullik bilan bir osonlik bor. Qur'on Karim 94-sura Inshirah 5-6 oyatlar degan oyatning ruhiy bahsh qilg'uchi salkini Tangrining marhamati tarafidan chiqishga boshladi. Jata lashkarlarining otlariga vabo tegish degan bu mazmun Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yo'q. Parischa nusxasiga asosan elindi. Bu cho'ma kesili bo'lishi mumkin. Otlari shunchalik ko'p o'ldiki, 4 otliq askarda birdan ot qoldi. Shuning bilan jata lashkarlari ojizlashib, qaymoqib noiloj chekinishga majbur bo'ldi. Ularning ko'pinchisi sadoqlarini uchilarga ortib, piyoda qochishdi. Mundaq zo'r lashkarlarga taqobil turib mamlakatni muhofazat qilish aslida mashhur podshohlar va ularning noiblarining himmati bilan bo'lgan ish edi. Lekin puhraning qo'ldan keldi. Buning natijasida bir qism quvvati baroq kishilar mag'rurlanib ketdi va o'z haddidan eshib ziyonkashlikka qadam qo'ydi. Qon to'kish, fitna fasod qo'zg'ashga qo'l uzatdi. Misra. Gada xayliha hargiz mu'atabirlik yetmasin, ya Rab. Jata lashkarlari chekinmoqchi bo'lib turganda, Hazrati Sahib Qiron vaziyatni bilib kelish uchun Abbos Bahodirni qal'aga avatgan edi. Abbos Bahodir ahvolni bilgandan keyin Hazrati Sahib Qironga ahvolni ma'lum qildi. Hazrati Sahib Qiron jata lashkarlarining yong'inidan xabardor bo'lib, Amir Husaynga bu holdan xabardor bo'lib, bu yoqqa kelsin deb odam avatdi. Amir Husayn ahvoldan xabar topgandan keyin haddidan ortiq xursand bo'ldi va darhol Shibarto'dan ko'chib Solih saroyga qarab mangdi. Hazrati Sahib Qiron uy va elini daryodan o'tkazib qadimiy yurtiga avatgan edi. O'zi Amir Husaynni qarshi ilishga chiqdi. Ular Bog'lan Shibartaq, ya'ni Shibartu ig'zidan Solih saroydagi cho'ng yo'lga to'g'ri keladi. Muharrirdan Vadisida uchrashdi va bir-birlari bilan quchoqlashib ko'rishib, ehtirom qoida yo'sinlarini ado qilgandan keyin o'tgan kechgan va kelgusi ishlar ustida so'zlashdi. Uningdan keyin bosh atyazda Samarqandga mengishga qaror qilishdi. Uzoq o'tmay Hazrati Sahib Qiron saodat bilan qaytib, Jayhun daryosidan o'tib manzillarni besib qarshiga kelib tushdi. U shaharning qarshi otilishiga sabab shu bo'lganki, Kepaxon Nasif, ya'ni Naqshab shahridan 2 farsang yiroq joyda bir qasr bino qilgan edi. Mo'g'ullar qasr so'zini qarshi deyishadi.
Hazreti Sahibqiron qish faslida u yerda to'xtadi va qarshining sepil imoratlarini tuzishga amr qildi ham u qishloqi bu qurilishni tamom qildi. Nazm. Na xohish aylasa qildi qaza ras, umadi to'xmi undi bika muqasib. 16. bob. Zafarnomadan ilingan naql. İlyas Hojaxonning oxirgi mezgillari va uning vafotidan keyin yuz bergan hodisalar zikri. Amir Qamariddinning isyoni va istilosining bayoni. Moğol xalqi eg'izlarida İlyas Hojaxon haqida hech bir hikoyat va rivoyat zikr qilinganligi ma'lum emas. Ammo Zafarnomaning bayonotidan İlyas Hojaxonning ahvoli mundaq ma'lum bo'ladi. Tuğluq Temurxon vafot bo'lgandan keyin mamlakat va xonlik taxti uningga qaror topdi. Uning xonlik muddati otasining vafotidan keyin Loy urushida g'alaba qilib Samarqandni muhozara qilib, ot-uloqlari nobud bo'lgandan keyin oz mahal davom qilgan bo'lsa kerak. Biz tövəndə bayan qılmoqchi bo'lgan voqealarni Moğollar Tuğluq Temurxon vafotidan keyingi voqealar qatorida rivoyat qiladi. Bu tövəndə bayan qılınğusi, ammo bu voqealarning İlyas Hojaxon vafotidan keyin yuz berganligi ehtimolga yaqinroq. Xalq eg'izidimi shundoq mashhur bo'lgan edi. Ahvol mundaq. Tuğluq Temurxonning ahvoli bayon qilingan bobda ismi zikr qilingan Amir Bulaji 5 og'i ini edi. Ularning birinchisi Tuğluq Temurxonning musulmon bo'lishi degan bobda ismi zikr qilingan Amir To'lak. İkincisi Amir Bulaji. Üçüncüsü Zafarnomadan ilingan naqlning Loy urushi bayonida ismi zikr qilingan Amir Shamsiddin. Dördüncüsü Amir Qamariddin edi. Uning ahvoli tövəndə zikr qilingusidir. Beşincisi Amir Shayx Davlat edi. Uningdan hech nishona qolmabdi. Amir To'lagdan keyin ulus begilik mansibi Amir Bulajiga muqarrar bo'ldi. Amir Bulaji og'asining orqasidan u olamga ravon bo'ldi. Tuğluq Temurxon ulus begilik mansibini Amir Bulajining o'g'li Amir Xudoydatga topshirdi. Amir Qamariddin xonga tizinib turib, "Akamning mansibi mening haqqim edi. Uni menga iltifot qilg'aysiz. Akamning o'g'li texi 7 yoshda, bu mansabga layoqati yo'q" deb to'lidan to'la arz iltijolar qildi. Ammo Tuğluq Temurxon uning arzini qabul qilmadi. Amir Xudoydat 7 yoshda edi. Uni ulus begi qildi. Amir Qamariddin nayti qabul, qo'rqimsiz va mashhur kishi ediki, uning o'tuki ichiga 7 yoshga kirgan bir bolani salsa sig'atdi. Amir Qamariddin bu mansabdan mahrum bo'lganiga nayti ranjidi. Ammo hech chora topolmadi. Tuğluq Temurxon vafot bo'lgandan keyin Amir Qamariddin isyon qildi. Zafarnomada bayon qilinishicha, İlyas Hojaxon vafotidan keyin isyon qilganligi ma'lum. Shunga bu haqdagi rivoyatda ixtilof bor. Davlatda iqtidorli xon qolmagandan keyin Amir Qamariddin ko'nglidagi adovat sanduqida saqlab kelgan o'chmanligini oshkorladi. Moğollarning og'zida shundoq mashhurdirki, Amir Qamariddin 18 xonzodani bir kunda o'ldirdi va xonlik nomini o'ziga tava qildi. Moğoliston ishlari tartibsiz bo'ldi. Tuğluq Temurxondan texi amchakdan ayrilmagan bir o'g'il qolgan edi. U o'g'ilni onasi Mir og'a bilan Amir Xudoydat birlashib yoshirib qoldi. Amir Qamariddin u o'g'ilni tepib kelishga necha navbat kishi avatdi. Ular shu qadar maxfiy qilgandiki, har qitimda Amir Qamariddinning kishilari shuncha izlab teptish qilgan bo'lsa-mu, topolmay yenib ketdi. Amir Qamariddin Moğol ichida xonlik ishlarini tutish bilan mashg'ul edi. Davlat amirlari ichidagi ixtilof tufaylidan chechilangu holatda edi. Uning ustiga Amir Temurning ta'arruzi va lashkariy hujumi Mo'g'ulistonga parakandichilik silyotdi. Shu sababdan Amir Qamariddinning ishlari hech ilgari bosmadi. Amir Xudoydat Xizr Hojaxonni Qashqardan kishi qo'shib, Qashqar va Badaxshan hozirgi Afg'onistonning sharqidagi Badaxshan viloyati tavasida Muharrirdin
orasidagi tog'larga avatgan edi. Ular shu tog'da kun o'tkazib Amir Qamariddinning opatidan omon qoldi. Bu voqea keyin bayon qilingusi. Endi so'zni bu yerda to'xtatib, Amir Qamariddinning keyingi ahvolini oldin bayon qilish munosib ko'rindi. 17-bob. Zafarnomadan ilingan naql. Amir Qamariddinning oxirgi voqealari. Yuqorida zikr qilinganidek, Amir Qamariddin saltanat ishlariga jiddiy tutish qilyotdi. Amirlardan isyon qilishga imkoni borlarning hammasi bor tirishchanligini ishga selib uning bilan qarshilashdi. Bu jumla Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yo'q. Parischa nusxa bilan Muhammad Sodiq Qashqarining tarjimasiga asosan qo'shildi. Shu sababdan kufri bu ism Parischa nusxasida ko'mzak deyilgan va O'zbek Timur Amir Temurga qo'shildi. Keyin yana bo'linib chiqdi. Amir Temur lashkar avatib, bular toki Olmaota chegarasigacha berib, Oyisha xotun daryosi levida Karay xalqi bilan qonliq urush qilishdi. Oxir ular sulh qildi. Amir Temur lashkarlari yenib uning oldiga keldi. Amir Temur bu sulhini loyiq ko'rmay, o'zi chegaraga qarab yo'lga chiqdi. Bu voqeani Zafarnomada mundaq bayon qiladi. Xudoy taolo himmati yuqori bandalarni do'st tutadi degan hadisining hukmi bilan bu baxtiyor sohib qironning oliy himmati har ishda boshlasa, toki uni oxirgi chekiga yetkazmaguncha rozilik bermaydi. Amirlar sohib qironning bu ro'yiga xilof holda urushni sulhiga almashtirgan edi. Shir bilan sulhi tuzishga tulki idda bormi? Had bu kabi sulhi bilan jang to'xtaymi? Oqibat. Bu ish Hazrati Sohib Qironga anglanib, shu sababdan o'zi u tarafga yurish qilish uchun muborak oyg'ini uzangiga qo'ydi. Lashkarlarni jam qilmoq uchun taraf-tarafga yorliq avatdi. G'olib askarlar hamma tarafdan harakatga keldi. Nazm. Sipah birla pur bo'ldi dargohi shoh, nabard ozmayani nusrat panah. Kirigi beyaban kabi bishumar, hamma jang ora shiri düşman shikar. Sipahi idi misli g'aranda mig, vali zarmi vaqtida farzandi tig. Yurutdi sipahni shahining baxit, churigi beyabanu bergi daraxt. Bu yağlıq sipah qildi junbishki ko'h, qochur irdi yessa agar ulguruh. Hazreti Sohib Qiron g'olibona tadbiri va baxtiyorligi bilan Sayram va Yangi qatorliq joylardan o'tib, u Hazreti Muhammad alayhisalomning tabarruk oila va avlodlarga tavob qiladi. Shuning xosiyati va barkatida karomat tepib shahriga kirdi. Muxoliflar Hazreti Sohib Qironning kelganligidan xabar olgan hamon parakanda bo'lib qochdi. Hazreti Sohib Qiron g'olib lashkarlar bilan toki sangiz yog'och, Parischa nusxada sangish yog'och deyilgan. Xanzucha nashrda sangar nig'ich, sangar nifaj deb ataladi deb izohlagan muharrirdan yog'och. Qicha bodi. Lashkarlarga bu g'alabadan noiti ko'p o'lja g'animat hosil bo'ldi. Bu rivoyat va nusrat oyati Karim bilan muxoliflar qistab, Parvardigorning muobizati bilan ilgirladi. O'rin quri. Xanzuchi nashrda Adun Kunzi deb izohlangan muharrirdan degan joyida Amir Musa va Zinda Chashim. Parischa nusxasida Zinda Hashim, Zinda Hashim deyilgan. Degan kishilarga Hazreti Sohib Qiron azaldan beri necha qitimlab lutf va marhamat yetkazgan bo'lsa-mu, ular yana hiyla va mikr ishlarini boshladi. Xizr Yasurining o'g'li Abu Ihsoh bilan bu haqda maslahatlashib, va'da qasamlarni qilishdi. Qarisamon degan joyga berib, Hazreti Sohib Qironni shikor mazgilida hiyla bilan tutmoqchi bo'lishdi. Halbuki ularga va ularning bu qalaymaqan xiyoliga aql masxiri bilan kulatdi. Nazm. To'li tira ray ulmig'il shirg'arun.
qachon rübə oldida bo'lg'ay zabin. Xonzoda Abu Ali Tirmizi va Shayx Abu Lays Samarqandi bu vaqtdan ilgari Hazrati Sahib Qironga qarshilik qilmoqqa bir-biri bilan ahdu paymon qilgan edi. Bularmı Musa va Zindi Chashim bilan qo'shilib ittifoq tuzdi. Bir kishi bu so'zdan xabar tepib, bu ahvolni taxirsiz holda bayon qalami bilan Hazrati Sahib Qironning ro'shan ko'ngillarining sahifasiga naqshladi. Hazrati Sahib Qiron bu ishdan xabar tepib, ularni hozir qilishga farmon berdi. U to'taylan ilib kelinib so'roq o'rnida tizlantirib o'ltirg'izildi. So'roq jarayonida ularning gunohi va yomon xiyollari isbotlandi. Lekin Mahdi Ulya Sariy Melik xonim Amir Musaning jiyan singlisi edi. Uning pak vujudida Hazrati Sahib Qirondan bir o'g'il vujudga kelgan edi. Amir Musaning pak va go'zal qizi Aka Begim bu o'g'ilga nomzod qilib tanlangan edi. Hazrati Sahib Qiron Amir Musaga "Senden shuncha cho'ng gunoh sodir bo'lgan bo'lsa-mu, lekin sening bilan oramizda tuqqanlik rishta bor. Shunga u gunohiga kechirim qalamimni taratdim va intiqomdan o'tdim" dedi. Nazm. Maraati payvandi rishu safid. Sana berdiler zindalikidan umid. Ki bo'lmasa qilg'ay edim bir hukm, juda bo'lg'ay eding beshingdan cho'qim. Xonzodaga qarab, sizning nom nasibingizning zanjiri payg'ambar alayhissalomning ahli oilasiga berib bog'landi. Men sizning hayotingiz etikiga ofat g'ubari qo'nib qilishni hech qachon ravo ko'rmayman. Ammo siz bu yerda ortiqlik qilsiz. Shunga maslahat shuki, bu viloyatdan chiqib ketgaysiz, dedi va Shayx Abu Laysni Hijoz, Makka safariga buyurdi. Xizr Yasurining o'g'li, u Amir Sayfiddinning inisi edi. Shafaat va inoyat bilan u so'roqdan xolis bo'ldi. Uning gunoh dog'lari shohona inoyat suvlari bilan yuyildi. Ondan bejirish zarur bo'lgan farmon tushirilib, Zindi Chashimni bog'lab Samarqandga ilib bordi. Uni kojuvining ichiga selib chiqish eshigini etibdi. Nazm. Yo'q aylab aduni qutulmoq kerak, ki bunyodi panjini yulmoq kerak. Chunki aql ko'zining jahon ayniki ittik eshiklarni ochquchi va yaqin yo'llarni ko'rsatguchidir. Onunğa məxfi emas-ki, yılanni qo'ynida saqlamaq va dushmanni do'st deb chaqlamaq oqibatda xavf xatardan boshqa narsa emasdir. Nazm. Tavba qilmas darinda lekin gerek, toki ayrilmoqcha zindizandin. Tashlamas zaxim urmoqni yılan, boshi yenchilmaguncha sendandin. Hazrati Sahib Qiron saltanat taxtining abidiyligiga yordam beradigan ishni qildi. Shibarxon hukumatidagi Zinda Chashmining o'rnini Oqbuğanning o'g'li Bayan Timurga inom qildi. Nazm. Saodati bu sifan yer yuzini pat fursat ki shohlardan olib bandalarga bergusidir.